Davom etamiz. Bugun mamlakatimizda yosh mutaxassislarning mehnat bozoriga kirib kelishi, o'z salohiyatini namoyon etishi va amaliyot orqali tajriba orttirishiga qaratilgan tashabbuslar izchil davom ettirilmoqda. Ana shunday amaliy loyihalardan biri Toshkent arxitektura qurilish universitetida tashkil etilgan mehnat yarmarkasi bo'ldi. Unda talaba va bitiruvchilar uchun bo'sh ish o'rinlari, stajirovka va amaliyot imkoniyatlari yaratildi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Avvalroq o'tkazilgan vazir va yoshlar uchrashuvida Toshkent arxitektura qurilish universiteti talabalari o'z mutaxassisliklari bo'yicha yirik ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydonini yaratishni so'ragan edi. Aynan mana shu taklifni amalga oshirish maqsadida universitetda yirik mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ko'pchilik singari 4-kurs talabasi Ilhom uchun ham bugungi kun kelajak faoliyatini belgilashda muhim ahamiyatga ega. U o'zi qiziqqan soha geodeziya yo'nalishida manfaatli takliflar olgan. Kontakt almashdik. Endi xudo xolasa suhbat jarayoni oylik maoshlar shu ish hajmiga bog'liq eng kamida 3-4 million deyishyapti. Yog'i ish hajmiga qarab ko'proq bo'lishi mumkin. Kadastr agentligini Toshkent shahar bosh boshqarmasini qiziqib ko'rdim. O'ylaymanki, bunaqa yarmarkalarni ko'paytirish kerak. Talabalar 4-kurs, 3-kurs bo'lishiga qaramasdan bitirishdan oldin o'zini ishini topib ketyapti. Bugungi mehnat bozorida qurilish muhandisligi, arxitektura va loyiha smeta ishlari bo'yicha malakali kadrlarga ehtiyoj yuqori. Shu bois yarmarkaga respublikamizning turli hududlaridan 100 dan ortiq tashkilot va qurilish kompaniyalari qatnashdi. Ular yoshlarga jami 450 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari hamda amaliyot dasturlarini taklif etmoqda. Muhim jihatlardan biri shundaki, bugungi tadbirda talabalarimiz nafaqat bo'sh ish o'rinlari bilan tanishishadi, bundan tashqari o'sha auditoriyalarda olayotgan nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlashlari uchun ham amaliyot o'tashlariga munosib bir maskanlarni tanlash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bunday amaliy muloqotlar talabalar uchun mehnat bozori talablarini anglash va kelajakdagi kasbini aniq belgilashda muhim poydevor bo'ladi. Said Akbar Mo'minov, Aydos Yermekbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zoni informatsion tahliliy dasturi uchun